Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana biz Andijonda Jahon bozorini yo'lida a, tunikafon ishlarimizni davom ettirmoqdamiz. Mana bu darvoza tepasiga ozgina e'tibor bermaysizlar, chunki o'tgan yili boshqa ustalar qilib ketgan ekan. Uy egasi bizni topib, xuddi shu fasonda qilib beringlar deganligi uchun xuddi shu fasonda qilib bermoqdamiz. Darvozani ham tepasini bir xilda qilib tushirib beraylik dedik. Uy egasi yo'q, qolaversin deganligi uchun biz shu holatda qoldirib ketganmiz. Yer berini ozgina to'g'irlab qo'ydik. Strashniy qilib ketishgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, burchaklar ham butun holatda chiqqan. Bu yerda ozgina ishlarimiz qolgan. Buni ham to'g'irlab yakuniga yetkazib qo'yamiz. Video ostiga bittadan like bosib qo'yinglar, chunki bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. 0,4 qalinlik tunikadan foydalanganmiz. Buni 1 kvadratini 135 ming so'mdan hamma xarajati ichida qilib berganmiz. Ichkari shapka, tashqari shapka 102 kvadrat chiqqan. 13.700.000 so'mga shu obyektimizda qilib bermoqdamiz. Mana bu yerlarni ham o'tgan yili boshqa ustalar qilib ketgan ekan. Biz bu yoqqa davom ettirmoqdamiz. Agarda sizlarga ham tunikafon xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizning raqamlarimizga bog'lansangiz bo'ladi. Biz borib o'lchab, dogovor qilib, siz istagan fasonda qilib beramiz. Sizlar bilan uzoqlashmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ustag'ani Sheri bo'ldi.